Assalomu alaykum, hurmatli pazandalarim. Bugun sizlar bilan dungan qalampiridan somsa tayyorlaymiz. Juda ham ajoyib bo'lib chiqadi va mazali bo'ladi. Buning uchun biz margarinni yaxshilab uni urib olib, unda yaxshilab urib olamiz va buni orasida razрешитель qabartmasi va ozgina tuz solib, ularni ham yaxshilab un bilan yedirtirib yuboramiz va ularni hammasini krushka qilib olgandan keyin uni ustidan uyingizda qatovni ustiga 2 qoshiq smetana yo qaymoqni solib, bitta tuxum solib aralashtirib xamir qilib olamiz. Xamirimiz yumshoq bo'ladi va shu xamirimiz tayyor bo'lgandan keyin uni muzlatgichga solib 20 minut tindirishga qo'yamiz va shu orasida nachinkasini tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun nachinkasini tayyorlash uchun bizga go'sht va qiyma kerak bo'ladi. Undan oldin dungan qalampirini suvga yaxshilab tuzli suvga solib tozalagandan keyin yutib qo'yamiz va xamir tingandan keyin uni yupqa qilib yoyib tizmachalar qilib kesib olamiz. Lenta tizmachalardan qilib kesib olamiz va kesgan tizmachalarimizga o'sha dungan qalampirini olib ichiga nachinkasini solamiz va nachinkasini mana ko'rib turibsiz. Uni ichida xohlasangiz o'sha zelinlar solishingiz, ko'katlar solishingiz mumkin, ziravorlarini o'zingiz xohishingizcha solishingiz mumkin. Aralashtirib yaxshilab tayyor bo'lgandan keyin qalampirlarni ichiga solib chiqamiz. Mana shu orasida ularni solib bo'lgandan keyin xamir o'sha lentachalarni kesganimizni o'rab olamiz. O'rab ularni keyin 180 gradusli qizib turgan gaz pechiga 30-40 daqiqaga qo'yib olamiz. Buni undan oldin ustiga tuxum surib va kunjut sepamiz.